Masalliqni tayyorlashga 2 minut, pishishiga 3, jami 5 minutda tayyor bo'ladigan duxovkasiz pirog tayyorlaymiz. Idishga 2 ta tuxum, shakar, smetana yoki qatiq, razlxitsel, vanilin va kakaolarni solamiz va un solib yaxshilab shunaqa venchikda aralashtirib olamiz. Endi shunaqa tog'orachaga ozgina yog' surib olamiz va masallig'imizni solib olamiz. Mana yaxshilab urib olamiz. Mikrovolnovkaga 3 minutga qo'yamiz. Mana 3 minutdan keyin shunaqa qo'linglar bilan teyib ko'rasizlar, zubachiska ham tiqib ko'rasizlar, quruq chiqadi. Mana qo'linglar ham quruq bo'ladi. Shunda pishgan hisoblanadi. Endi tarelkaga shunaqa ag'darib olasizlar. Tushishi ham oson bo'ladi. Qaranglar, shunaqa yupqagina biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi xohlagan shokoladingizga ozgina o'simlik yog'idan solib, mana yaxshilab ustiga surib chiqasizlar. Buni xohlasanglar trayfelmi yoki boshqa kremlar surib tort qivorsanglar ham bo'ladi. Juda ham mazali, tezgina tayyor bo'ladi. Shunaqa sovuq kunlarda issiqqina choylar bilan juda ham ichishli bo'ladi. Albatta